Ye, nima gap Abdullo? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Oyim aytdilar, bugun sizlarnikida bo'lib turarkanman. Oyim mehmonga ketuvdilar. Va bizlarnikida bo'lgani yaxshi-yu, lekin men ishga ketyapman. Mayli, bilan ishxonaga boraman. O'tgan safarda yig'lamaysanmi? Yo'q. Yo'l bo'pti. Ha. Chiq Abdullo. Rahmat aka. Amaki kelib qoldingmi? Kelib qoldi, azimcha qoldi hozir. Agar aqlli bola bo'lsa, siklatdan xohlagan narsani olishi mumkin. Mana ishxonaga ham keldik. Abdullo? Abdujalol nima tushmayapsan? Amaki uyimga olib tasha. Nimaga? Qo'rqyapman. Voy, nimaga qo'rqasan? Hozir 2 soatlik ishim bor. Bitiramiz, keyin ketamiz. Ungacha siklatdan xohlagan narsani olishing mumkin. Amaki bor ekansiz-ku. Qatta skatingiz ko'rsating. A few moments later. Yaxshi, siklatda ham ancha tavalla kamayib qopti. Ya Abdullo, La ты крыса! nima qilyapsan men o'zbekim olib? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Amaki men sanday degan biskitingizdan yotdim. Juda 1 kilo bo'lar ekan, juda ko'p ekan. Zo'rmikan? Suchniy ekan, klubniy ekan bunisi. Ma'lum bitta garib pulim olib ketsam. Olib ket, mayli. Rahmat amaki. Abdujalol, qanisan? Nima qilyapsan? Amaki o'zi tuzib bitta narsa olgandi. Bu yoqda bitta emas-ku. Bitta mashina ketadi. Bilan pulni bilasanmi? Nech pul bo'lib ketganini? Amaki bir qismini to'lab beraman. Agar to'lab bera olmasam 3 oy yozish shoddaman. Voy, odam beraymi, javob bo'lmasa ortga olishga o'zing qiynalib qolmayapsanmi? O'zim orqan ko'raman.